Niyat qiling, yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'lingizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shunday ajoyib she'rlar bilan dasturimizni boshlab oldik. Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib turgan, eshitib turgan hammaga bugun mashhur media studiyasi bilan birgalikda hamkorlikda tabrik loyihalarimizni davom qildiramiz. Tabrik loyihalarimiz asnosida sirli qo'ng'iroq kichik bir loyihachasi ham mavjud azizlar. Mana shu sirli qo'ng'iroq orqali uzoqdagi borish olislik qiladigan yoki borish imkoni sal noqulay bo'lib qoladigan sharoitlarda mana shu sirli qo'ng'iroq orqali tabriklarni yo'llab, ularni tabriklab, ularni quvonchina quvonch qo'shish maqsadida mana shu mashhur media jamoasi sirli qo'ng'iroq loyihasini tashkil qilgan. Demak, hozir bu loyihada Samarqanddan taklif tushgan azizlar. Mana shu Samarqandga sirli qo'ng'iroq loyihamiz asnosida telefon qilamizda o'sha bugun tavallud ayyomini nishonlab turgan opaxonimizni tabriklab qo'yamiz mashhur media bilan birgalikda. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir telefon qilib turibmiz. Xudo xolasa ko'tarsalar, chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. Birinchi urinishda bo'lmadi, ikkinchi urinishga o'tamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Shahzoda opa, sizmi? Ha, menman. Ha, adashmabmiz unda. Kim bu? Biz Xorazmdan qo'ng'iroq qilyapmiz, opajon. Aha. Mashhur media jamoasi va mashhur media studiyasi sirli qo'ng'iroq loyihasi bo'yicha qo'ng'iroq qilyapmiz. Hozir eshitib tursangiz tushunib olasiz vaziyatni. Dilda shodlik, qalbimiz butun. To'y bayram dasturxon to'kin. Do'stlar, yaqinlar shod-xurram bugun, chunki bugun siz tug'ilgan kun. Daryo bo'lib toshar yuraklar, qirg'og'idan oshar yuraklar, tabrik uchun shoshar yuraklar, chunki bugun siz tug'ilgan kun. Qarangda opajon, sizni tavallud ayyomlaringiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat uka. Katta rahmat. Siz hozir kim nomidan deb o'yladingiz bu mana shu qo'ng'iroqni? O'zim Samarqanddan bilan bitta singlim Samarqandga to'ydi. Kim ekan u? Ergash va Ruxsora bo'lishi. Mana shu Ruxsoraxon singlingiz nomidan va oila a'zolari nomidan sizga mana shu sirli qo'ng'iroq loyihasi bo'yicha tabriklab qo'yishimizni nima qildilar? Mana shu tilaklar, mana shu qo'shiqlar, siz uchun aytiladigan barcha yaxshi niyat she'rlar shu Ruxsoraxon singlingiz va oila a'zolari nomidan bo'ldi, opajon. Tabriklaymiz, umringizga umr tilaymiz, umringiz uzun bo'lsin, bardavom bo'lsin, quvonch va shodliklarga boy bo'lsin. Katta rahmat. Sizlar ham charchamayinglar. Singlimga ham katta rahmat. Umringizga hayot, baxt, saodat tilayman. ilohim, mana shu qarindosh ulug'chilik abadiy bo'lsin. Umringizga to'lib toshsin baxt va omad. Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Opajon, yana bir bor tabriklaymiz sizni. Rahmat, katta rahmat. Salomat bo'ling. Endi mana shu loyihamiz uchun sizdan ham qisqagina bir nimalarni biz o'zimiz uchun yozib olsak, qarshi bo'lmasangiz, ikki og'iz tilaklaringizni o'zingiz ham aytib o'tsangiz. Mana shu mashhur media jamoasi va mashhur media studiyasi mana shu sirli qo'ng'iroq va tabrik loyihalar loyihasiga. Uzoq
Quyoshli Xorazmdan deydi. Sirli qo'ng'iroq loyihasidan men singlimning iltimosi bilan tabriklabsizlar. Katta rahmat. Allohim shu mehnatlaringizni yaxshi baholasin. Hech qachon charchamangizlar. Ijodlaringizga omad, tinchlik, sog'lik, har doim yaxshi kunlarda xizmat qilish, tabriklab yurish nasib etsin. Rahmat, salomat bo'ling opajon. Bugungi ayyomlar, bugungi quvonchli kuningiz chiroyli va maroqli o'tsin. Rahmat. Rahmat sizga ham. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim